Burak Denizning test natijalari: kutilmagan haqiqatlar oshkor bo'ldi. Video boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmang. Turkiya kinosi va seriallari orqali O'zbekistonda ham keng muxlislar orttirgan taniqli aktyor va model Burak Deniz atrofida jiddiy mojarolar yuzaga chiqdi. Xabarlarga ko'ra, uning tibbiy tekshiruv uchun topshirgan biologik namunalari, soch va qon tahlillarida giyohvand moddalarga oid izlar aniqlangan. Bu haqida Turkiya nashrlarida xabarlar tarqagan bo'lib, o'tkazilgan laboratoriya tekshiruvlari natijalari ommaga ma'lum qilingan. Unga ko'ra, faqat Burak Deniz emas, balki bir nechta taniqli shaxslarning ham tahlil natijalari muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, aktyor bilan birga ko'rib chiqilgan ish doirasida aktrisa Serra Perinch va Enes Gulir namunalarida ham marixuana va kokain moddalari aniqlangan. Shuningdek, qo'shiqchi Uktu Unsil tahlillarida ham marixuana izlari, yana bir ijrochi qo'shiqchi Semgi Saginda esa dori vositalari tarkibiga kiruvchi faol moddalar qayd etilgan. Mazkur holat turk shou-biznesi doirasida katta shov-shuvlar keltirib chiqardi va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ayrim manbalarda Burak Denizning kelajagi, jumladan reklama shartnomalari va kino loyihalaridagi ishtiroki xavf ostida qolishi mumkinligi aytilmoqda. Shuningdek, aktyorning avval ham turli mojaroli vaziyatlarga aralashgani haqidagi da'volar yana bir bor esga olinmoqda. Bu esa uning obro'siga jiddiy ta'sir ko'rsatilishi mumkinligi haqida taxminlar kuchaymoqda. Bu haqida sizning fikringiz qanday? O'z fikringizni kommentariyalarda belgilab keting.